Assalomu aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana bugun biz 24-mart kuni Lahkon qishlog'ida katta Navro'z tantanasini o'tkazyapmiz. Shu munosabat bilan butun yurtdoshlarimizni, butun vatandoshlarimizni Navro'z bayrami bilan chin qalbimizdan, o'zim nomimdan barcha Eshonto'pi mahallasi Lahkon qishlog'i nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hammalariga sihat, salomatlik, uzoq umr, ishlarida omadlar tilaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Atir gulim, atring qayga taradi. Bog' ichida seni kimlar saraladi. Xijolat olmang. Bu bolalar jastada. Şokolade gosto. Olmayan makan. Ha? Koçurmayan makan. Böyle yapacağız. Boğumlarga 8 ta olganiga 4 kishi olsa bo'ldi. Umurjon aka bo'ling. Ulug' bayram xursandchilik kuniga mana mahalla, köy, ayollar, mana oilalar, yoshlar, ma'lum hammalari yig'ilibsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu mahallani qilgan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Mana dashtaka domtom mana tashkil qilib nihoyatda xursandchilik kuni. Ulug' kun. Endi aytadilarki, bir yilda bir bor shu Navro'z bayrami mart oylari aytadilarki, bizni yangi yilimiz shu hisoblanadilar. Endi mana shu yangi yilda bir yangi ishlarga, yangi bir xayrli ishlarga ham hissalarimiz qo'shilib boraversa, mahalla, yurt obod bo'laveradi-da. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Endi mana oshni yedik, xursandchiliklarni ko'rdik. Ko'ngildan chiqarganlarni bir ehsonlarni e'lon qilib, shu yigitga bir yordam qilsak, Allohning yo'lida. Endi yordam qilyotishibdi. Hali aytgandek, Rossiyada mana xabar eshitib turibmizki, pul yig'ilyapti. Bu lahkonlik bizda ahilligimiz juda yaxshi, lekin shu bir kambag'al odamni farzandi endi shu betob ekan, shunga bir hissamizni borlar bersa, Allohning yo'liga bir ajr mukofotiga ega bo'lishadi. Bu majburiy emas. Hali aytgandek, birovga borib pul berasan desa, pulim yo'q, shu bilan talashish kerak emas u. Tushuntirish kerakki, shu bir ehsonni tashkil qilsak, mana ertaga bir bamaslahat, mana hali aytgandek, bir qishloqda yig'ilsa, bir kishini vakil qo'ysak, tushgan pullarni bir kishiga berilsa, keyin mana ag'ini yana maslahatlashib, o'sha bemorning egasiga beriladimi yo aqa beriladimi, qayerda bir hisobi chiqadi. Shuni eshittirib qo'yapmizki, bomdodda bir tashkil qilmalim 5 so'mdan to'plansa, shu Eshonto'p mahallasini hisobidan. Men mana Abdurashid akalar mana raisdan bir so'rab yana shu holat bo'ladi degan maqsad so'rasi yaxshi bo'ladi-da. Amin. Guruh qatorida Alloh taolo shu insonlar dargohida qabul qilsin. Hammalaringga ham xonadonlaringga Alloh fayz barakat bersin. Shu o'sha qishlog'imizda shu Homijon akamizni o'g'illarini ham darlariga Alloh shifo kamil, shifo ojiz ato etsin. Va nunazzilu minal Qur'oni ma huwa shifo va rahmatul lil mu'minin va la yazidu zolimina illa khasara. O'sha kishiga, shu bemorimizga ehson qilganlarga ham Alloh taolo nimaiki yaxshi maqsadlari bo'lsa, Alloh maqsadlariga yetsin. Qatorda yana shu vaqtlarga ham Alloh hammalarimizni xursandchilik bilan nasib etsin.